ma'lum bir joydan support olyaptim, bilinglar, doim bu or blok vazifasini o'taydi. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, narx pastga qarab harakat qildi va yuqoriga qarab harakat qildi. Bu strukturani qaysi switcha buzyapti? Aynan bu yashil switcha buzyapti. Ya'ni paglashina qilyapti qisqa qilib aytganimizda. Ya'ni bu joyda ham or blokni qaysi switch yasayapti? Aynan birinchi yasayotgan, ya'ni birinchi or blokni yasayotgan switcha aynan shu yashil switcha. Keyingilari ham yashil bo'lgan, lekin birinchi strukturani shakllantirgan, ya'ni or blokni yoki uchi pastga qaragan qirra demak patternni shakllantirgan switch aynan shu switcha. Bu joyda ham demak or blokni shakllantirgan switcha aynan shu yashil switcha. Tushunyapsiz a? Endi nima uchun men aynan bu switchlarni tushuntiryapman sizlarga? Nima uchun? Bu joyda ham ko'radigan bo'lsanglar, qaranglar. Narx yuqoriga qarab harakat qildi, pastga bitta tashab berdi, yana yuqoriga qarab harakat qildi. Ya'ni bu orqasiga qaytib ma'lum bir joydan support olib, yana yuqoriga qarab harakat qildi. Support olgan joy doim or blok vazifasini o'taydi. Ya'ni bu joyda ham biz uchi pastga qaragan, pattern ko'rinishida demak olsak bo'ladi. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana bu joyda ko'raylik. Mana pastga tashadi va yana yuqoriga qarab harakat qildi. Ya'ni narx o'zidan o'zi to'g'ridan-to'g'ri yashil bo'lib ketmayapti. Buni talaba taklifni tushunadiganlar juda yaxshi biladi. Narx bitta pastga tashadi. Nima uchun pastga tashadi? Ya'ni ma'lum bir zonani yorib o'tib test qilyapti. Mayli, bu test qilishiga to'xtalmaymiz. Pastga qarab tashadi va yana yuqoriga qarab harakat qildi. Bizda or blokni, ya'ni uchi qirrasi pastga shakllantirgan demak strukturani, patternni birinchi boshlab bergan switch aynan shu yashil switch vazifasini o'tayapti. Demak, bu joyda or blokni yasayotgan birinchi switch qaysi bo'lyapti? Savol sizlarga. Or blokni shakllantirgan birinchi switch qizildan keyingi, kelinglar mana shuni sal qalroq qilib qo'yaylik. Pikselni 3 qilaylik edi. Mana qizildan keyingi yashil switch or blokni shakllantiryapti, ya'ni qirrani hosil qilyapti. Agarda bu ham qizil bo'lib ketganda bizda end blok hosil bo'lardi, ya'ni qirramiz yuqorida bo'lib qolardi, ya'ni resistant bo'lib qolardi. Lekin unaqa bo'lmadi, bitta qizil bo'ldi, dal yashil davom etdi, ya'ni bizda or blok uchi pastga qaragan qirrali pattern hosil bo'ldi. Bu patternni shakllantirib berishni demak boshlagan switch aynan shu yashil switch. Bundan oldingi blokdagi switch qaysi bo'ladi? Aynan ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir 1 minut. Vot mana. Bu joyda demak or patternni, ya'ni or blokni yasab berayotgan switch aynan shu yashil ko'k switch bo'lyapti. Sabab qizil bo'ldi. Agar bu ham bir xilda qizil bo'lib ketganda bizda hech qanaqasiga qirrasi pastga qaragan pattern hosil bo'lmas. Demak, qizil yashil bo'lib ketdi. Buni mana line ga olib ko'radigan bo'lsak ham bizda or blokni demak shakli hosil bo'lgan bo'ladi. Line ni bilamiz hammamiz yapon switchidan. Line switch ga oladigan bo'lsak, vot mana qaranglar, mana shu yerda. O'chirib turing endi. Mana. Narx pastga tashadi va yuqoriga qarab harakat qildi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qirras pastga bo'lgan pattern, ya'ni bizda rasmiy atamasi or blok bo'lgan pattern hosil bo'ldi. Aynan shu or blokni bizga shakllantirib bergan birinchi switchani doim biz bu show period strategiyamiz asosida demak ustiga urg'u tortishimiz kerak bo'ladi. Yapon switchiga o'tamiz. Mana bu joyda ham bu switchani ustiga urg'u tortdik. Bu joyda ham endi yana topadigan bo'lsak, mana aynan shu switchani ustiga bosyapman. Sabab ko'rayotgan bo'lsangiz, narx pastga qarab tashadi va yuqoriga harakat qildi. Bizda uchi pastga bo'lgan grafik patternni, ya'ni or blokni aynan shu yashil switch yasadi. Tushundingmi? Yaxshilab e'tibor beringlar, biz nima uchun bu urg'ularni qo'yib chiqyapmiz? Sabab narx qachondir selga tashlaydigan bo'lsa yoki biz shu joydan selga kirgan bo'ladigan bo'lsak, biz tek profitimiz qayer? Ya'ni deylik, kimdirlar A nuqta, kimdirlar B nuqta deydi, o'zi buni oddiy nomi. Kirish nuqtasi va chiqish nuqtasi. Chunki bozorda boshqa narsa yo'q. Kirish nuqtasi bilan chiqish nuqtasi bo'ladi. Bizga chiqish nuqtasi qayer bo'lishini demak bu strategiya orqali aynan or blokni demak shakllantirib bergan birinchi switchga ustiga urg'u qo'yapmiz. Bu joyda ham or blok shakllantirgan ustiga urg'u qo'yapmiz. E'tibor beryapsizlar. Hozir men end blok haqida gapirmayapman, faqat or blok haqida gapiryapman. Demak, birinchi katta time framedan boshlab analiz qilamiz dedik. Oylik time frame'damiz biz va narx pastga qarab tashlaydigan bo'lsa, birinchi tek profitimiz qayerdaligini topa olishimiz kerak oylik time frame'da.
Kelinglar buni o'chirib turay. Chunki biz birinchi take profit bo'yicha boshlaylik. Birinchi take profitimizni aniqlab olishimiz uchun or block, ya'ni uchi qirrasi pastda bo'lgan patternni shakllantirgan birinchi svichaning ustiga shunchaki urg'in tortdik. Qanday holatda tortdik? Oylik time frame'da tortdik. Endi sizlarga shu o'rinda bitta savol beraman. Oylik time frame qaysi time frame'ga teng? Buni grafikda men sizlarga ko'rsatib berdim. Slaydda ko'rsatib berdim. Tezda slaydni ko'ringlar. Uzoq muddatli savdoda oylik time frame qaysi time frame'ga teng? Savol. Ya'ni shu periodda qaysi time frame'ga biz grafikda oladigan bo'lsak, oralig'i oylik time frame'ga teng bo'ladi. Tezda yozinglar. Shu savolimga javob yozinglar tezda. Ha. D1 deyaptim. D1 gap yo'q. Demak, tushunyapsizlar ekan? Oylik time frame teng D1 ga dedim. Sabab D1 time frame ga oladigan bo'lsak, shu uzuk-uzuk chiziqlarning orasi 1 oyga teng degan ma'noni beradi deb o'rgatdim sizlarga. Qaranglar. Oylik time frame dan boshlab analiz qilamiz dedik. Oylik time frame dagi birinchi or blokni topib oldik. Ya'ni birinchi qirrani topib oldik. Ya'ni birinchi or blokni shakllantirgan svichani ustiga urg'in tortdik. Endigi qiladigan ishimiz, yaxshilab e'tibor beringlar, ikkinchi etapdagi masala. D1 time frame ga o'tamiz. Oylik time frame da urg'in topdik. Or blokni topib oldik va D1 time frame ga o'tdik. D1 time frame ga o'tdim. D1 time frame ga o'tganinglardan keyin endi bundan oldin oylik time frame da tortib olgan urg'inlarni qidirasizlar. Ketdik, orqaga qaytamiz. Orqaga qaytib urg'inni qidiramiz. Va topdik. Mana oylik time frame da demak tortgan urg'inimiz topildi. Ko'rdinglarmi? Hamma telefonida yoki kompyuterida men bilan birgalikda qilib ketsin-da shuni. Nima savol bo'lsa, aynan shu joyda berib ketasizlar. Tezda qilib ketinglar men bilan bir xilda. Demak, tillaga oldik, oylik time frame ga oldik. Oylik time frame ga olganimizdan keyin birinchi or blokni topdik va D1 time frame ga olib turib, shu urg'inga grafik topib keldik. Shu joygacha hamma qildimi? Shu joygacha hamma qildimi? Men bilan birgalikda. Endigi masala, e'tibor beradigan bo'lsanglar, urg'inim atrofida yoki katta ehtimol bilan aynan urg'inimni ustida period funksiyasi, ya'ni shu period funksiyasi demak mujassam bo'lgan bo'ladi. Ya'ni mana urg'inimda tagida uzuk-uzuk chiziq turibdi. Ko'rdinglar? Bizni qiladigan ishimiz shu uzuk-uzuk chiziqning ustida yopilgan svichani maksimum va minimum soyalariga urg'in tortish bo'lishi kerak. Ko'rdinglar? Aynan shu svichaning maksimum soyasi bilan minimum soyasiga urg'in tortaman. Ko'rdinglarmi? Mana. D1 time frame ga oldik, ya'ni oylik time frame dan D1 time frame ga o'tkazdik. D1 time frame ga o'tkazsak, uzuk-uzuk chiziqni ustiga to'g'ri kelib qopti biz urg'inimiz. Bizni qilishimiz kerak bo'lgan narsa aynan shu uzuk-uzuk chiziqning ustida shakllangan, bu joyda mana ko'k svicha shakllanyapti. Aynan shu svichaning maksimum va minimum soyalariga urg'in tortamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, maksimum soyasi 2065 ga, minimum soyasi 2029 ga to'g'ri kelyapti. Ko'rdinglarmi? Hamma tortdimi mana shu holatda? Hamma tortdimi shu